Olish kuni qayga borayin ekan, qaydan qo'y olgani borayin ekan deb yurgan akalarimiz bo'lsa, mana akalar tozalardan yetib keldi. Assalomu alaykum Jasurbek.uz kanalining obunachilari va YouTube foydalanuvchilari. Va mana shunday Qirg'iziston Bishkek Arashan zotli qo'chqor ishqibozlar. Akalar zo'rlardan yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Zo'rlardan chiqarishga harakat qilamiz. Hop, kanalga yangi mehmon akalarimiz bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bittadan like bosib, chiroyli kommentariyadan yozib turinglar. Qo'chqorlarni zo'rlardan kelgan bor ma'lumotini qo'ldan kelganicha berishga harakat qilamiz akalar. Sizlardan bitta iltimos, qo'llab-quvvatlab bitta like bosib, yaqin birodarlarga, yoshlar og'aynilarga Telegram gruppalardan podpis qilib turinglar. Hop. Shunday qilib akalar videoni boshladik akalar. Qo'chqorlar o'ta noyoblardan kelgan akalar. Narxi ham o'ta arzon bo'ladi. Hop, bugun hafta kuniga yakshanba dam olish kuni. Hammalaringiz fayzli va barakatli bo'lsin. Biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, Sharzonchilar optim qishlog'idan olib boryapmiz. Akalar zo'rlardan kelgan birinchi partiyamizga soni 15 dona o'ta go'zalidan chiroyli voqadagan zo'rlardan kelgan akalar. Toza qonlilaridan. Bitta qorasidan bor. Qolani ham qarang, mashalloh. Zo'rlardan kelgan akalar. Videoni oxirigacha ko'rdinglar, qo'ylar seyroq. Zo'rlardan kelgan kelishtirib beraman. Bu tarafda ham qo'ylar bor aka. Birinchi partiyamizga soni 15 ta. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Yosh oyligiga kelsak, yosh oyligi 9-10 oylik atrofida akalar. Chiroyli rosa boqadigan suyali qo'chqorlar. Qo'y bastlari 80 plus, ikkita minusi ham bor. 80 plus minus bo'laverasizlar. Yeb ichishi vaqti zo'r. Narxlariga kelsak, hammasini bir joyda olaman degan akalarimiz bo'lsa, narxini aka jaydari qo'ydi narxida qilib beraman. Javob. Mana. Buni ko'ring. Akalar 5 million 200, 5 million 100 unaqa narxlar yo'q. Bir joyda oling 5 milliondan kami bor. Kami qancha? 100 ming emas. 200 ming so'mdan kami bor. 48 dan bo'lsa, hammasini olganga beriladi akalar. Aloqa chiqaring. Dastlabkasi Samarqandgacha qilib beriladi. Buni qo'ydi qarang. Mashalloh, qo'chqorni qarang. Mana. Ishdan qo'chqor olaman deb yurgan akalarimiz bo'lsa, aloqa chiqinglar aka. Zo'rlardan kelgan, kelishtirib beriladi. Mana. Shuni qarang, bo'ladi. Ular vaqti udornasalar aka. 4 million 800 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandgacha yetkazib olib borib beriladi. Mana qarang. Mashalloh, o'zini qarang. Aka, aloqa chiqing, kelishtirib berilaveradi. Birinchi partiyamizga 15 dona edi, keyingi partiyamizga navbat beraveramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, zo'rlardan kelgan. Hop, hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga mana soni 8 dona ayiq polvonlaridan mana shunaqalardan olaman deb yurgan akalarimiz bo'lsa, mana shunaqalardan kelgan akalar, tavsiya qilaman. Zo'rlardan. Mana. Asa boqadigan qo'ylar. Mana oyoq qo'llar uzun. Bular ham bo'yi 80 bo'laverasizlar, buning bo'yini ham. 80 bitta minus bo'lishi mumkin. Narxlari akalar ama 8 tasini bir joyda olaman degan akamiz bo'lsa, narxini 4,5 million so'mdan qilib beraman. Hammasini oling, 4,5 million so'mdan dastlabkasi ichida ketaveradi. 4,5 million so'm emas, hammasini olsangiz yana ozmas xayri bor ekan. Aloqa chiqing. Yoqqan bo'lsa, bemalol aloqa chiqing. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Akalar, qanaqa qo'y kerak bo'lsa, Telegram gruppadan yozing, hammasidan bor. Tashlab beraman akalar. Mana, aloqa chiqaring. Bo'g'oz sovg'alarimiz ham bor. Aloqa chiqarasiz. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, aloqa chiqaringlar. Xudo xolasa ishlaring bitadi. Ular qaranglar aka, o'sha ayiq polvonlaridan kelgan mana. Yeb ichishi ham zo'r. Bir hafta 10 kunga yeb ichishiga sinov muddati bor ekan. Aloqa chiqaring aka. 3,5 million so'mdan ham qo'ylarim bor. 3 million 400 mingdan ham qo'ylarim bor. 3 million 300 dan ham qo'ylarim bor. Aloqa chiqarasizlar. Shunaqasidan kerak edi menga desangiz, Telegramdan tashlab beraman. Yo'qsa kelishaveramiz aka. Mana.
Aloqaga chiqinglar aka, shunaqalar zo'rlaridan kelgan. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin, ishlaringga rivoj aka. Bizni kuzatishda davom etinglar, Xudo xolasa. Qo'chqorlarni zo'r-zo'rlarni chiqarishda biz ham davom etaveramiz. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Ishlaringga omad aka.